Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tuvanda diqqatlar xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Kundalik signal to'rining 8-maydagi xabarda bildirilishicha, Miros fondi Davos davlat bexatarligi va tashqi siyosat institutining tadqiqotchisi Jordan Ambri Yevropa o'zining ishi bilan bo'lmay Uyg'ur majburiy emgakka qarshi kurash qilish kerak nomli maqola e'lon qilgan. Jordan Ambri maqolasida Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqi qatorliq davlat va tashkilotlarning ba'zi tekshirish natijalarida isbotlangan Xitoy Kompartiyasi tomonidan Uyg'urlar qartilgan majburiy emgak va irqiy qirg'inchilikni o'z ichiga olgan insoniyatga qarshi jinoyatlarning inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat ekanligini alohida yo'ritib bergan. U yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqi a'zo ba'zi davlatlarning Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonuniga o'xshash qonunlarni chiqarib, Xitoy hukumatining Sharq Turkiston xalq ustidan yurgizayotgan Uyg'ur majburiy emgaki va irqiy qirg'inchilikka qarshi tadbir olayotgan bo'lsa-mu, bularning yanada yetarsiz ekanligini. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash organlarining ijro qilish statistikasida o'tgan 2 yilda Uyg'ur majburiy emgakka chetishlik 3 milliard 700 million dollarlik umumiy malning ichidan 670 million dollarlik malning chegaradan kirgizilmaganligi xotirlangan. Yevropa Ittifoqi a'zo ba'zi davlatlarning va Angliyaning quruq gap so'z bilan emas, balki dag'dil harakat qilish kerakligini ko'rsatgan. Jordan Ambri oxirida ba'zi davlat va tashkilot rahbarlarining so'zlarini naql qilib, Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakni oldini olish qonuni garchi majburiy emgak kuchidan foydalanib yasalgan mahsulotlarning import qilinishini azaytgan bo'lsa-mu, ammo bu pastki sodini uzil-kesil yo'qotish uchun davomli ijro qilishni kuchaytirish kerakligini. Angliya Davlat ishlari mahkamasi va Yevropadagi boshqa ittifoqdoshlar bilan hamkorlashib, bu tadbirlarni kuchaytirmasa, Angliya va Yevropa ittifoqining Uyg'ur majburiy emgak kuchi orqali ishlab chiqarilgan tovarlarning to'kma qilib setish o'rni bo'lib qolganligidan alohida ogohlantirgan. Asiya xalqaro xabar to'rining 9-maydagi xabarda ko'rsatilishicha, Italiyaning sobiq tashqi ishlar ministri Giulio Terzi Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqini qo'llaydiganligini bildirgan va Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur xalqiga qilgan ziyonkashliklarni ayblagan. Giulio Terzi X'da Yevropa Ittifoqi Xinjiangdagi kishilik huquq tahlil tarz qilinishiga alohida ahamiyat berdi mavzuliq bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda Xitoy raisi Xi Jinpingning Yevropada berayotgan ziyarati va Uyg'urlarning Xitoy doiralari tomonidan uchirgan vahshiyligi tilga olingan. Italiya parlamenti a'zosi Giulio Terzining bayonotida mundaq deyilgan: Nurg'un tahlilchilar Xi Jinpingning Yevropa ziyarati bilan o'tirg'i chiqqan bu temani Xitoyning sodidagi cho'ng masalalarda bo'libmi Xitoyning to'liq mashinalarni import qilish va Beijingning adolatsiz raqobat sababidan kelib chiqqan bozordagi buzilish va Xitoy mollarini to'kma qilib setishga qarshi siyosatlarni yo'l qo'yish qatorliq muhim masalalarda Yevropa ittifoqi a'zo davlatlarni parchalashga urinish plani deb izohlagan. U yana mundaq degan: Ma'lum bo'lgandek, Xinjiang Xitoyning eng asosli kishilik huquq dafsanda qilingan rayonlarning biri. U rayondagi aholining kimligi va madaniyatining yo'qotilishi, dinga e'tiqod qiladigan ommaning bostirilish siyosatining mavjudligi Yevropa tomonidan e'tirof qilindi. Sharq Turkiston xalq ustidan berilayotgan majburiy emgak, jazo lagerlari, oilalarning va bolalarning g'oyib bo'lishi, diniy e'tiqodning shaklanish qatorliq masalalarda Yevropa parlamenti va Amerika parlamenti tomonidan e'tirof qilindi. Amerikaning bayonlarida Xinjiangdagi majburiy emgakdan kelib chiqqan mahsulotlarning yer shari ta'minlash zanjiriga va Yevropaning bexatarlik ko'rsatadigan ta'siri haqida kishini cho'chitadigan sonliq ma'lumotlar bor. Terzining bayonotida xalqaroning ta'minlash zanjirini texnik cho'nqur kontrol qilishga jiddiy ehtiyojli ekanligini, bundan keyin Yevropa parlamenti Xitoyning siyosiy va iqtisodiy jihatdagi tajovuzchilikka qarshi turishdan davomli yuqori saviyani saqlash kerakligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.